Assalomu alaykum barchaga. Ismim Qudrat, 7 yillik tajribaga ega kimyo o'qituvchisiman va sizlarga hozir ancha yildan beri o'ylab kelayotgan bitta loyihani boshlayotganimni e'lon qilmoqchiman. Bu qanaqa loyiha? Biz farg'onalik 30 nafar o'quvchini saralab olib, biologiya va kimyo fanlaridan bepulga sertifikat imtihonigacha tayyorlamoqchimiz. Bu loyihaning nomi Negiz 30 loyihasi. Xo'p, bu loyihadan hech qanaqa marketing yoki moliyaviy manfaat kutilayotgani yo'q. Shunchaki o'quvchilarni saralab olib, 1 yil davomida bepulga o'qitamiz. Sizlardan bitta narsa iltimos qilmoqchi edim. Shu videoni aynan shu narsaga ehtiyoji bor odamlarga jo'natib qo'ysangiz, bu misol uchun aytaylik, aynan kam ta'minlangan yoki boshqa bo'lishi shart emas. Bunda misol uchun o'sha mablag'ini aytaylik boshqa kursiga, ingliz tiliga, matematikasiga ishlatmoqchi bo'lgan odamlarga ham foydali bo'ladi. O'quvchilarni 3 ta bosqichda saralab olamiz. Birinchi bosqichi essay ko'rinishida bo'ladi, ya'ni nima uchun sizni bu loyihaga olishimiz kerak. Ikkinchisi test ko'rinishida bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa suhbat bo'ladi. 30 ta biologiya, 30 ta kimyoga o'quvchilarni saralab olamiz. Bitta o'quvchi misol 2 ta fandan yutib qo'yadigan bo'lsa, 2 ta fandan yutib oladigan bo'lsa, shu 2 ta fanda shuni hisobiga o'quvchilar soni kamayishi mumkin. 60 ta emas, misol uchun aytaylik 50 ta bo'lishi mumkin. 10 ta o'quvchi 2 ta fandan yutganning hisobiga. Xo'p, endi bu yerda meni taniydiganlar bor, tanimaydiganlar bor. Biz bu loyihada haqiqiy o'zini egasi qatnashishini xohlaymiz. Sababi bu loyihada oxirigacha yetib natija ko'rsatsak, keyingi yilga biz balki tashabbus ko'rsatib boshqa ustozlar ham chiqar. Misol uchun matematika, fizika, IT, ingliz tili kabi ustozlar ham safimizga qo'shilishi mumkin. Shu sababdan shu haqiqiy egasiga yetib borish uchun bu xabarni maksimal tarqatib, bizga yordam berishlaringni iltimos qilardim. Kim bu loyihada ishtirok etmoqchi bo'lsa, Telegramdagi mana shu yerga chiqarib qo'yaman. Negizchi profiliga o'zi haqida shaxsiy ma'lumotlarni yuborishi mumkin. Saralash bosqichi 1 oy davom etadi, ya'ni iyun oyi davomida to'liq saralash bosqichi bo'ladi. Iyul oyidan boshlab turib biz darslarni offlayn ko'rinishda markazimizda darslarimizni o'tishni boshlaymiz. Hammaga rahmat e'tiboringiz uchun. Bu xabarni maksimal tarqatib, egasiga yetib borishida iltimos yordam beringlar. Videoni oddiy studiyoga bormasdan olyapman, sababi bu loyihadan maqsad hech qanaqa marketing yoki qanaqadir daromadga erishish emas. To'liq ijtimoiy loyiha bu.